Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Yangi ishlarimiz bitdi. Akvaplast 6500 Sheffildskiy beton. Bu joyimizga 9 ta rom, bitta plastmassa eshik, bitta termo eshik qo'yib berganmiz. Romlarimiz eni 1.20 ga, bo'yi 2.10. Bu eshigimiz 80 ga 2.10. Oynalarimiz yodviy, tashqi qavat yodviy, ichkarisi oddiy oq oynak. Ichida 1.8 lik shotlankalari bor. Hamma romni bitta ko'zi ochiladi, bittasi ochilmaydi. Ichkari tomondan ham ko'rsatamiz. Hop, bu joyda 1.37 ga 240 lik termo eshigimiz bor. Bu profillarimizni ichki tarafi oq, tashqi tarafi Sheffildskiy beton. Ochilib yopilishlariga e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta yumshoq, o'ta go'zal. Hop, balkonlarimiz akfa. Profillarimiz ichki tarafi oq. Forscha hisobida yotadi. Kimga shunaqa chiroyli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Xo'p, bu joyga jami 9 ta rom, bitta plastmassa bir qanotli eshik, bitta termo eshik qo'yganmiz. Общий summa $3000 bo'lgan. Kimga shunaqa chiroyli, sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Plastmassa eshigimiz ham ochilib yopilishi o'ta go'zal. O'ta yumshoq. Mana, aziz obunachilar, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari,